Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir bir obyektimizni bitirdik. Ko'rib turganlaringdek park kollektorlari. Bu yerda luchoy sistema ham qilganmiz. Pankon radiatorlar ham bor. Hammomimiz, ya'ni tualet. Komnat datchiklarga tajaygan. Mana bu esa ketgandek Pankon radiator. Chunki uronimiz juda ham katta. Bu yerda hammomimiz bor. 10 santa ko'rayotgan bo'lsalaring. Videoni tezlashtiramiz. Tezroq olib berishga harakat qilaman. Mana bu yerda ham yana bir narsaga ahamiyat berasizlar. 10-15. Bu fankovulga yana qo'shimcha naqa bo'ladi. Yordamchi kuch bo'ladi. Mana bu yerda ham o'z shunday bo'lgan. Mana yana bir ko'rib turganlaringdek, xuddi shu razmerda. Eng qiziq joyi esa mana bu yerda bo'lyapti. Zichligini qaranglar. Juda ham zich. Bu basseynimiz. Basseynda shu holatda qilib berganmiz. Bu yerda saunamiz joylashgan. Bu yerda ham joy sistema qilingan, faqat radiatorlarimiz bo'ladi. Bu esa hammomimiz. Qolaversa bu obyektimiz 2 etaj. Hozir esa 2 etajni ham qo'yamiz. Bu yerda ham xuddi shunday holat.